Yozib qo'ygandik skriningga. Skriningga birinchi xonaga kirasizlar, bu yoqdagi birinchi xona. Birinchi xona. Ha, birinchi xona ketdik. Shohi? Tinchlikmi dadasi? Xolamning qizi bilan shu yergacha kelibsiz. Ha, Charoz. Ering bilan arazlashib, uyingga qaytib kelganding-a? Menimcha skriningga borishga odam topolmaganidan sizdan yordam so'ragandir-da. Sen nima qilyapsan bu yerda? Shohi? Men qara. Ersiz yasholmas ekansan. Men qara, o'zingni bos. Nega eringni arazlab uyga kelding? O'zingni bos, o'zing bos. O'zingni bos. Erimga osildingmi? O'zingni bos, Shohi. Opangning ketidan qanday ish qilasan? Shohi, o'zingni bos, o'zingni bos. Nima qilyapsan sen? Men qara. Hozir uyga boraylik. Nimani tushuntirasiz? Uyga borib tushuntiraman hammasini. Nimani tushuntirasiz? Men yordam beryapman, shunchaki. Ha, qarang-a. Uyalyapman deb qo'ya qoling. Shohi, o'zingni bosgin bo'ldi. Undan ko'ra hamma ko'rsin, bilsin kimligingizni. Bo'ldi, hozir hamma namoyon bo'lyapmiz, sharmanda bo'lyapmiz. Jiyanim bilan yurishga siz uyalmagan. Hammani oldida baqirishga men uyalayman. Oldi qil.